Selam dostlar. Biz qabat lifehacklar tekshiramiz. Hem bu topşurudan alıp barışları min. Hem men. Dürüsürek min Ayaz hem. Men Jamil. Aydagiz topşurularını, topşurunu başladık indi. Lifehacklarını tekshire başlayık. Ayda mına bu Kışı urma kuş ko'rsatgan lifehack. Kışı urma kuş. Tualetni bulmaga oldu. Qog'oz. Nima? Qog'oz oldim. Bu işlese bu bir kişi Onun ma'nosi bo'lmaydi. Lakin bu bir kızık. Bir qiziq. Tak. Ne bu iş? To'xta. Yalaytirding, qora ko'rding. Yo'l shiga. Ana Jamilni. To'xta. Sen qo'shig'ini. To'xta. Jiber. Ayda, yaring. Ayda. Oy, gitti. Oo, gitti. Ayaz, ayda hamid yemayarmi? Ayda. Ikkinchisin. Qiziq ekan bu. Bitta buni laytirga kerak. Oho, bu yoqdan ochilgan ekan. Ko'rdik. Nishiysan endi. Mumiya. Tak. Oy. Men ochdim. Ay! Yaring, qarama ekan. Ayda. Hazır? Ayda 1, 2, 3 gittik. Gitti. To'xta. Ayda. Gitti da. Mendan mumiya yasaymiz. Ayda. Meni da ayda. Oy, qiynam rahat. To'xta. Hop. Bo'ldi, bitti. Oo. Do'stlar, birinchi lifehack ishli, shundan da Oyazni bunda qoldiramiz. Do'stlar, haligi lifehacklarni aytganlaringiz uyda bo'lmagandagina tekshirishga kengash etamiz. Kelasi lifehack qaraymiz. Aha, qog'oz, marker. Narsalar yozing. To'garaklar kelib chiqmaydi. Barmog'im qo'ydi-da. Sirkul kibik o'zini qo'ldan. Agar bu lifehack ishlasa, bu bigrakda menga qolsa o'quvchilarga kerak bo'lacak. O'qituvchilarga, O'quvchilarga da. Jamil, ayda men qora marker bilan o'zim yozib qorayim, sen mana bu asl bilan yozib qora. Kimning to'garagi motorroq, to'garagroq kelib chiqar ekan. Ayda. To'xtalik ketib turadi. Nishiysan. Men nechaga ishlayman? Menga qolsa bu to'garak usul bilan lifehackdaga kibik. Yo'q, anladim. Mening to'garagim kelib chiqmadi deyarga bo'la. Kelib chiq. Lakin bek nasharda tugul. Mana hozir bizani motor aytib yuboramiz. Oyas mana karandash bilan ishlasang kelib chiqa. Mana bularni buzib, to'garak kelib chiqa. Ammo lekin mana to'garak kelib chiqqan. Boshda kerak kelib chiqdi. Ayda yangasini ishlaydi. Agar bizning lifehacklarni qaramasangiz, sizning yuzingiz bilan unday bo'lacak. Endi bizning lifehacklarni qarasangiz, yuzingiz mana bunday shoyan kelib chiqacak. To'garak to'g'ri bo'ldi. Mana bunisi da bek motor bo'ldi, bunisi da bek motor bo'ldi. Shundan da bu lifehack ishli. Shundan da buni qo'llansang bo'lar. Bo'lar, albatta. Maxsus qo'shimcha hozir yukladik. Tak, ul qo'shimcha bilan biz motor itib rasmlar yozib olamiz. Bunda biz so'ylaymiz, rasm yozarlar ekan. Ekranda ko'rsatadi, hamda sening qog'ozingda da ko'rsatadi. Sen telefondan qarab, ilgari rasmlarni yoza olasan. Yozamiz. Ben. Oy, bu bigovor meni qolsa, men buni yoza olmayapman. Yo'q endi. Kimsan Oyaz? Yo'q. Ayda, barsida ursang. Ayda, boshlayq. Tak, oyoqsiz bo'ladimi? Tak, to'xta.
Bu usulni izodarisinde yeyse, birinci konkurska resim jiberge kerak bo'lsa, qo'llana olasiz. Bitta. Kerak bo'ldi oyas. To'xta, tima, tursin shulay. Yaxshi. Bu shundan da bu lifhack ishli, bu bek rahat ham yengil. Lekin rasm kichkina kelib chiqaymi? Rasm kichkinaroq kelib chiqaydi. Lekin ana o'ngayroq qo'yib, zo'rroq yasarga bo'ladi. Balki tirishsang barsida bulg'ayas. Tirishsang bor bitta bo'ladi. Bu qayda shundoqdan narsa kelib chiqdim ekan qoriq. Oyaz bizning hudojnik rassam. Shin rassam Ayem. Biz belki Ayda oyaz menda yozib ko'raman. Ayda, hozir men Jamil uchun biror avor rasm topayman. Mana buni yozib qorali. Menga Hozir to'xtala. Topdim o'zing. Mana buni nechga yozarsan ekan? Ma, rahatlan. BMW sema. BMW mashina. Biz ilk ya qog'ozni kompyuterga yopishtirib yozsak, ya bir raskraska olaydik. Hozir mana zamonasi kelib jetdi. Shunday mini proyektorlarda var rahatlanib yozaysan. Jamilni bunda bek motor rasm kelib chiqa. Jamil shin rassam. Chol. Do'stlar, siz buni karandash bilan da yozay olasiz, qo'y bir yerlarini redlab jibara olasiz. Biz endi marker bilan ishlaymiz, shunga ko'ra bek motor kelib chiqmas qadam mumkin, lekin shulay bo'lsa da Eshigingda bek motor tugul, Yasmin. Yarar, Jamil, motor. Lekin bu lifhack heshiksiz ishli. Bu menga qolsa big shape lifhack, ham men o'zimda buni olda qo'llanashaqman. Riyaz to'xtazgina qoldi. Ayda, hozir Jamil yozsa bitirashak. Bizning rasmin Farisi qoldi. Bu bunday marka yo'q. Hozir? Ayda, ko'rsatali. Shundan da kelib chiqdi qo'rala. Shep, bu lifhackka like qo'yamiz. Do'stlar, sizda bizning videoga like qo'yingiz. Sho'into kanalına yoziling'iz. Kelasi uchrashuvlarga qadar sog' bo'ling'iz.